54-bob. Babu fadli la ilaha illalloh. Endi mana shu birma-bir zikrlarning fazlini keltiradilar. La ilaha illalloh zikrining fazli. 3794-hadis. Abu Hurayra va Abu Sa'id al-Hudri radhiyallohu anhumlardan kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga guvohlik berib aytadilar. إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا به. Agar banda la ilaha illalloh desa, Allohu akbar desa, Alloh aytar ekan, bandam to'g'ri aytdi. Mendan boshqa iloh yo'q, men akbarman derkan. Sizga javob qilyapti Alloh, qarang, tasdiqlab. Agar banda la ilaha illalloh vahdahu desa, Alloh bandam rost aytdi. Men yolg'iz o'zimman, mendan boshqa iloh yo'q deydi. Agar banda la ilaha illalloh la sharika lah desa, Alloh bandam to'g'ri aytdi. Mendan o'zga iloh yo'q, mening sherigim yo'q deydi. Agar Alloh la ilaha illalloh, agar banda la ilaha illalloh lahul mulk va lahul hamd desa, Alloh bandam to'g'ri aytdi. Mendan o'zga iloh yo'q, mulk meniki va hamd ham meniki deydi. Agar banda la ilaha illalloh va la havla va la quvvata illa billah desa, Alloh bandam to'g'ri aytdi. Mendan o'zga iloh yo'q va kuch, toqat, quvvat ham mensiz yo'q deydi. Ravi Abu Ishoq aytadilar. Shunda ravi ag'or aytdi, bir narsani men tushunmay qoldim. Abu Ja'farga aytdimki, nima dedi dedim. Aytdiki, man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahun nar. Shunda hadis davomida yana aytilgan ekan, kimiki o'layotgan paytida ana shu kalimalar bilan rizqlantirilsa, do'zax unga tegmaydi. Ya'ni la ilaha illalloh bilan ana shu kalimalar la havla va la quvvata illa billah, lahul mulku va lahul hamd, Allohu akbar degan kalimalarni aytib o'lsa, do'zax tegmaydi bu odamga. Oqibat husn xotima bilan yakunlanish bo'ladida bu. Mana bugun nimalarda ko'ryapsiz? Samolyotlar yiqilayotgan paytda qora qutilarda yozilib qolgan. Odamlar yiqilish paytida musulmonlar, arablar xususan la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb baqirib qolgan. Indonezlar Allohu akbar deb baqirib qolgan, oxir yozilib qolgan gaplar, lotchiklar hattoki. Bu o'sha husn xotimadan dalil. O'shanaqangi paytda odamga va deb baqirishdan boshqa narsa xayol kelmay qoladi unchuncha odamni. Mana shu kofirlardan samolyotlarda yiqilayotgan paytda ovozlarini qora qutilarda yozilib qolganlarini eshitsangiz, ana shunaqa quruq uvillagandan boshqa narsa emas. Uncha-muncha odamning xayoliga la ilaha illalloh deyish ham kelmay qoladi ana shunaqa paytda. Kemalar cho'kayotganda musulmonlarni mana eshitsangiz, yozilib qolgan qora qutilarda Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh deb yozilib qolgan. Bu o'sha husn xotimadan dalil. Uncha-muncha odam vahmaga tushib qolib, bu kalima qaytarish ham esiga kelmay qoladi o'sha paytda. Buni o'zi odam hayotdan bilsa bo'ladi. Bir odam masalan tok ursa, ba'zi odamlarda vah devoradi. Ba'zi odamlarni qo'ysangiz Alloh devoradi. Tok ursa masalan, Allohu akbar devoradi, la ilaha illalloh devoradi. Ixtiyorsiz. Bu dalilki u odam shuni yo'lda yashayapti degani. Shuning uchun ham jon chiqish xatari bo'lgandan shuni baqirib yuboryapti, la ilaha illalloh. Boshqa narsani yo'lda yashagan bo'lsa, boshqa narsani baqirib yuboradi. Buni biz o'sha dard davo kitobida ham o'tdik-ku. Nimani ustida yashagan bo'lsa odam o'shaning ustida o'ladi. 3795-hadis. Endi nima qilish kerak shuning uchun? Mana oxir kalom la ilaha illalloh bo'lish uchun ana shuni ko'p gapirib yurish kerak. Tinmay ana shuni aytib yursangiz, shunday deb odam o'lib qoladi oxiri keyin. 3795-hadis. Ummu Suda al-Murrayya aytadilar, Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin Tolha radhiyallohu anhuning oldidan o'tdilar. U kishi g'amgin o'tirgan ekan, Tolha ya'ni. Malaka kaiban, nima bo'ldi senga g'amginsan deganlar.
sa'atka imratu ibn ammik, amakingning o'g'li amir bo'lgani senga yoqmayaptimi deganlar. Ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu. Chunki Talha radhiyallohu anhu bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu Taym ibn Murra degan kishida nasabi birlashadi. Amaki deganda bu yerda katta amaki, ya'ni ajdodlardan amaki. Qarindoshlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu, Talha radhiyallohu anhu. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin. Hozir Umar radhiyallohu anhu shuni aytayaptilar-da, ha, amaking xalifa bo'ldi, amaking o'g'li. Nimaga xafasan deganlar. Talha Abu Bakrdan xafa bo'lmaganlar, shunchaki xafa o'tirganlar. Endi shuni xursand qilish uchun aytayaptilar-da. Shunda aytdilarki, Talha, la, men undan xafa emasman, endi Abu Bakr amir bo'lgandan deganlar. Lekin men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytganlarini eshitganman. Inni la a'lamu kalimatan la yaquluha ahadun 'inda mawtihi illa kanat nuran li sahifatihi wa inna jasadahu wa ruhahu la yajidani laha rawhan 'inda al-maut falam as'aluhu hatta tufiya. Qala ana a'lamuha hiya allati arada 'ammahu 'alayha walau 'alima anna shay'an anjalahu minha la amarahu. Talha aytayaptilarki, meni xafa bo'layotganimning sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan men eshitgan edim. Men bir kalimani bilaman deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Uni qaysiki banda o'layotganda aytsa agar, albatta uning sahifasida nur bo'ladi u kalima. Jasadi va ruhi o'layotgan paytida u kalimaning ruhi, ya'ni rahmatini topadi, shabadasini topadi deganlar. Shu kalima qaysiligini men so'ralmay qoldim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etib qoldilar deb shundan xafa bo'lib o'tirganlar Talha radhiyallohu anhu. Qaysi kalima shu? Qiyomatda sahifasida nur bo'ladigan, jasadiga, ruhiga uning shabadasi kelib turadigan o'layotgan paytida aytilganda agar. Shu qaysi kalima? Shuni so'ramay qolganman men Rasulullohdan deyaptilar. Shunda Umar aytganlar, men bilaman uni deganlar. U kalimaki Rasululloh amakilarini ham shunga undagan kalimalari. Ya'ni o'sha tavhid kalimasi mana shu. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur Rasululloh kalimasi. Amakilaridan o'layotganda shuni istadilar-ki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar biror narsa amakilariga shu kalimadan-da najot beruvchi bo'lganda, o'sha boshqa narsaga buyurardilar. Lekin boshqa biror kalimaga buyurmasdan amakilari o'layotganda qul ya am la ilaha illalloh dedilar-ki Rasululloh. Ey amaki, shu la ilaha illalloh deng, shuni hujjat qilaman Alloh huzurida sizga dedilar. Aytmadi shuni ham Abu Talib. Demak, Rasululloh hozir amakilariga ana shu kalimadan foydali boshqa narsa yo'q deb bilganlar-da, shuning uchun shuni aytganlar. Umar roziyallohu anhu shundan dalil olib aytadilar-ki, siz Rasulullohdan so'ralmay qolgan narsa ham, kalima ham mana shu. Amakilaridan Rasululloh istagan kalima. Demak, inson mana shu la ilaha illalloh aytib yursa, inshaalloh o'layotganda jasadiga va ruhiga shabada bo'ladi u. Va sahifasida nur bo'ladi. 3796-hadis. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma min nafsin tamutu tashhadu an la ilaha illalloh va anni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yarja'u zalika ila qalbi muqinin illa ghafarallohu laha." Qaysiki nafs o'layotganda la ilaha illalloh deb guvohlik berib o'lsa va men Allohning rasuli ekanligimga deb guvohlik berib o'lsa deyaptilar. Bu qalbiga ishonch bilan ishongan holda qaytarib. Yarji'u zalika ila qalbi muqinin degani, ya'ni iymonlik qalbga qaytarib. Shunchaki aytib emasda, iymon bilan aytib o'lsa mana shuni. Albatta uni Alloh mag'firat qiladi deganlar. Demak, bir odam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb o'lsa, inshaalloh Allohning gunohlarini kechirdi desak bo'ladimi? Inshaalloh bilan aytsak bo'ladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Tasavvur qiling, bir odam umr bo'yi tog'ut bo'lib yurdi. Endi o'layotganda Alloh tavfiq berdi, la ilaha illalloh deb o'ldi. Ayta olganligi dalilki, tavba qildi, u tavbasini Alloh qabul qildi. Ha, endi shuncha umri nima bo'ladi degan gap
agar aytolmaganda aytilardi, u nima bo'ladi endi shuncha umrda. O'sha Alloh tavfiq bermasdi agar tavbasi qabul bo'lmaganda. Mana qarang, Rasulullohning amakilari Abu Tolibga la ilaha illalloh deyishga ham tavfiq bermadi-ku Alloh. Shuning uchun do'zaxiy deyilindi. Demak, ko'ryapsizmi, agar do'zaxiy bo'lish kerak bo'lsa bir odam, shu tilida bo'lsa ham aytishga Alloh tavfiq bermaydi. Misrda bir lotchik yigit samolyotdan qulayotganda qora qutida o'sha yozilib qolgan ovozi u yoqda ratsiyadan nimalarga o'tirgan haligi nima aeroportdagi nimalarga gapirayotganda oxirgi ovozlar yozilib qolgan. Samolyot qulyapti, harbiy samolyot. Askar yigit u. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh tinimsiz qaytargan. Haligi samolyot gumbullab portlab yiqilgunga qadar ana shu kalimani qaytardi. Bir yarim daqiqa, bir daqiqa qaytargan shu kalimani. Endi qarang, bu tog'ut bo'lib yurgan kuch paytgacha, tog'ut askari bo'lib yurgan. Lekin kalima qaytarib o'lyapti. Jannatga kiradimi? Inshaalloh kiradi. Tog'ut askar bo'lib yurgan bu holatdan. Bu tavba qildi o'lishidan bo'lmadi. La ilaha illalloh deyishga Alloh aks holda unga tavfiq bermasdi. Qichqirib baqirib o'lardi. Kimdir aytishi mumkin. Axir haligi ana degan Firavunga Alloh. Endimi degan? Firavun o'zi o'layotgandi o'zi. Cho'kib, nafas tiqilib. Bu hozir o'layotgani yo'q, tirik sog' u. Yiqilsa o'ladi u. Farqi bor bu narsani. Odam tabiiy joni chiqayotgan holatida cho'kibmi mana shunaqangi, mana o'zi chiqyapti joni endi, najot yo'q. Yoki mana o'zi o'layotib joni chiqyaptimi, o'shanda endi men pushaymonman deyishi bilan u endi mana soppa-sog' holatida samolyotdan yiqilibmi, boshqa bo'libmi, mana shunaqangi holatda yoki masalan peshonasiga miltiqtirab turib, "Tosini otamiz" deb. Soppa-sog' odam. Ana shunaqa paytda ashhadu an la ilaha illalloh deb qolishligining farqi bor buni. Chunki bu hozir o'z ixtiyori bilan aytayapti bu. Es-hushi joyida holda aytayapti. Hali o'limni ko'rgani yo'q u. Ehtimol sog' qolishi ham mumkin. Otamiz deb turilganda otilmasligi ham mumkin. Yiqilgan bilan portlamasligi mumkin, to'g'rimi? Ana shunaqa holatda bu o'limni hali aniq ko'rgani yo'q u. Shuning uchun foyda beradi inshaalloh unga. Firavun o'limni ko'rib tavba qildim degan. Shuning uchun foyda bermagan unga. 3797-hadis. Ummu Hani aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La ilaha illalloh la yasbiquha amalun va la tatruku zamban." La ilaha illalloh biror amal undan o'zib ketmaydi va biror gunohni tark qilmaydi u. Ya'ni undan afzal amal yo'q. Chunki odam dinga olib kiribdi shu amal, la ilaha illalloh. Va biror gunohni qoldirmaydi degan hamma gunohni o'chiradi bu. Demak, mana shu ko'proq shu zikrni qilishlik kerak. 3798-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man qala fi yawmin 100 marra la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kana lahu adlu 10 riqab, wa kutibat lahu 100 hasana, wa muhiya anhu 100 sayyi'a, wa kunna lahu hirzan min ash-shaytani sa'ir yawmihi ila al-layl, wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ata bihi illa man qala akthara." Kim bir kunda 100 marta la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir degan zikrni aytsa, hammamiz bilamiz buni. Unga 10 ta qul ozod qilgandek bo'ladi, qarang. Va 100 ta hasanat yoziladi va undan 100 ta yomonligi o'chiriladi va unga shaytondan himoya bo'ladi o'sha kunning oxirigacha to kechqurunga qadar. Va biror kishi shu odam keltirgandan afzalini qila olmagan bo'ladi, illo undan ko'proq aytgan kishigina afzalini qilgan bo'ladi. 10 daqiqa vaqt ketadi, aytib ko'ring. 100 marta la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahga 10 daqiqa vaqt ketadi taqriban. 10 daqiqada 10 ta qul ozod qilgandek bo'lasiz. Bitta qul ozod qilish insonni o'zini jahannamdan ozod qilishi u. Har bir a'zosining evaziga uning har bir a'zosi ozod bo'ladi jahannamdan deganlar. Bitta qulni ozod qilsangiz, endi siz bir kunda 10 daqiqada 10 ta qul ozod qila olyapsiz, qarang. La ilaha illalloh kalimasini aytdim. Va 100 ta hasanat yozilyapti. 100 ta gunoh o'chirilyapti. 100 ta gunoh bormi o'zi bir kunda? 100 ta gunoh qilgan taqdirda ham o'chib ketyapti, qarang. Ehtimol undan ko'p ham bo'ladi, bilmaymiz biz, to'g'ri. Lekin o'chib ketadi ana shular hammasi. Va
unga shaytondan himoya bo'lyapti kun bo'yi, to kechqurunga qadar. Biror kishi siz qilgan amaldan afzalni qilgan bo'lmaydi ekan. Illa undan ko'proq aytgan kishi. Mana shundan chiqadiki, demak, zikrlar ibodatga qiyoslanmaydi. Uni cheki yo'q. Ya'ni nima degani? Masalan, ibodatlarda qiyos cheki bor, to'g'rimi? Bomdod 2 rakat, peshin 4 rakat, asr 4 rakat, shom 3 rakat va hokazo. Uni ko'paytirishimiz mumkin emas. Yaxshiroq bo'ladi deb. Mumkin emas, to'xtadigan joyda to'xtash kerak. 3 rakat, 3 rakat. Ammo zikr unaqa emas. Zikrni ko'payib ketsa zarari yo'q. Illa man qol aksar degani ana shu. Kim ko'proq aytsa, undan o'tib ketadi debdilar. Demak, masalan, qarang, ko'pchilik aytadi-ku, tasbih sanayotgandim, qo'limdan tushib ketdi, adashib ketdim deydi. Yoki qo'limda sanayotgandim, nima nechiga kelganligim adashib ketdim deydi. Boshdan boshlayvering, zarar qilmaydi. Ko'payib ketsa yaxshi bo'ladi, nabirat. Aksincha mana. Demak, zikrlar ibodat bobiga, farz amallar bobiga qiyoslab uni cheklanmaydi. Ko'payib ketsin, kamaymasin. Ko'piga oling. 50 ta sanadimmi? 60 ta sanadimmi deb qolsangiz, ha 50 ta deb olavering. Zarar qilmaydi ko'payib ketsa, yaxshiroq bo'ladi deyiladi. 3799-hadis. Abu Sa'id al-Khudri an-Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man qala fi dubri salatil ghadat la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir, kana ka'ataqi raqabatin min waladi Ismoil." Kim tongi namoz, ya'ni bomdod namozidan keyin ortidan mana shu kalimani aytsa, la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd bi yadihi al-khayr va huwa ala kulli shay'in qadir degan kalimani Ismoil bolalaridan qul ozod qilgandek bo'ladi. Ya'ni oddiy qul ham emas. Tasavvur qiling, Ismoil alayhisalom bolalaridan biri qul bo'lib qolgan, ya'ni Ibrohim alayhisalom zurriyotdan bir kishi qul bo'lib qolgan. Endi qanday sharafli odam bu? Yana qul. Endi uni ozod qilish oddiy qul bir qora qulni ozod qilishdek bo'lmaydi albatta, undan afzal bo'ladi. Ana shunaqa qul ozod qilgandek bo'lar ekansiz. Oddiy qul ham emas ya'ni. Mana shundan ishora qilyaptiki, bu tongda aytgan afzal, ana shu 100 martalik zikrda la ilaha illallohni. O'zi hamma zikrlar o'sha tongda aytilishligi afzal. Bomdod namozidan keyin. To quyosh chiqqunga qadar bo'lgan vaqt o'zi zikr vaqti. Tungi zikrlar bo'lsa asrdan keyin boshlanadi. Men hali o'tsak kerak, keladi. Asr namozini o'qilgandan keyin tungi zikrlar vaqti. Kechikib ketsa zarar yo'q, xuftondan keyin bo'ladimi qachon bo'lsa ham.